Assalomu alaykum barchaga hurmatli obunachilar. Biz Xo'jand tabrigi o'z tabriklarimizni davom etmoqdamiz. Bugungi tabrigimiz Devashtish nohiyasidan bo'ladi. Hozirgina albatta ushbu bugungi tabrigimizning manziliga yetib keldik. Bugungi manzilimiz Devashtish nohiyasining gimnaziya maktabining oldidan bo'ladi. Mana hozir uylarining oldida turibmiz. Bugun bir baxtli onaxonni musobaqada yurgan farzandlari nomidan tabriklash uchun ushbu chiroyli gullaslar bilan birgalikda kelib turmoqdamiz. Hozir kiramiz, ko'ramiz onaxon xursandchiliklari, emosiyalari qanchalik ko'tariladi, lekin eng muhimi hech kim xabari yo'q. Mana qaranglar, uyda oldiga kelib turibmiz, hech kim chiqqani yo'q. Hozir surpriz holga kirib boramiz, qani ko'ramiz qanchalik onaxon xursand bo'ladilar. Shu uchun bizlarni kuzatishda davom etinglar. Agar uyda egalari to'liq videoni qo'ysa, biz to'liq videoni albatta chiqaramiz. Shuning uchun murojaat qilish uchun ushbu kanalda turgan nomerga murojaat qilaverasizlar. Biz har doim sizlarning yaxshi kunlaringizda mana shunday unutilmas lahzalarni taqdim etishda davom etamiz. Kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmas. Hech kim xabari yo'q ekan, hozir xolamiz ham xabari yo'q ekan. Hozir uy ichkarisida hozir chiqadi, ko'ramiz. Ayo modar labat darhamna boshad. Guli ro'yat mohi tobanna bosad. Baroy zahmati barmo kashidi va poyat sarnihim arzanda boshad. Yaqin ham az tojiki mashad, uyumash boshad. Bolam deb, chaqam deb umri adog'im. Mehnatda yorilgan qo'li qadog'im. Suyangan tog'imdir, ishongan bog'im. Ota onam jannatimdir. Ota onam boyligim. Ayta qarsak bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, xolajon, bobojon. Bugun sizlarni bezovta qilamiz. Agar ruxsat bersalaringiz bir necha lahzalarga vaqtingizni olamiz. Maylimi? Ya'niki bugun biz Xo'jand tabrigidan ushbu xonadoningizga tashrif buyurib turmoqdamiz. Ya'niki bugun ushbu xonadonning sohibalari, do'rgo'ylari va farishta misol bo'lgan ushbu xonadonning sohibalari. Anora xolajon siz bo'lasiz? Bugun hamma tabriklarini sizni? Rahmat, albatta. Kim birinchi tabrikladi? Yakun ki tabriklash. Neveram, duxtaru, domoto. Kim buni tabriklan kirigi? Holi hay, hastiyam bu. Holi hastiyam. Seviyazna shu, man tarqafomunda. Bobomchi? Tabriklanammi? Bobo yakun bu tabrik. Hamma yakun. Ana meni pristem, yakta qarsaga. Bobojon tabrikladingizmi? Ha. Ertalar vaqtlar hammadan birinchi bo'lib, yaxshiliklarni bildirib, albatta. Xolajon sizga uzoq umr, sihat salomatlik, sevdalatlik va albatta yuzingizda mana shunday chiroyli tabassumlarni hammasiga tilab qolamiz. Har kunlaringiz mana shunday kunlarga boy bo'lsin. Bu dunyoning eng baxtli ota-onalardan biri ekansiz. Negaki bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Har kim farzandini baxtini ko'rish nasib qilavermaydi har kimga. Lekin sizlar dunyodagi eng boy ota-onalardan biri. Ser farzand, ser nabira, shundaymi? Chand budisham nemidoni. Aynen, salomat bo'ling. Qani yangi yo'ydi azam kingiz shuni tabrikni oldim. Medoni? Yo'yid qani? Shoyisteyqa. Az gujodonistsiz. Sevim duxtaram. Kigu? Amina guftan ki axirjon odam mebiyoshtan ki ina tashkil qiladi. Guftam ki ami shoyistam guftga berам. Salomat bo'lishdi. Qarsaga ham salomat bo'lishdi. Baribir onalarni ko'ngli sezadi-da. Rahmat, albatta rahmat. Albatta sizni tabriklash uchun eng birinchi galla sizning jondan ortiq yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz nomidan, o'g'il qizlaringiz, kelinlaringiz, shirinlar shakar nabiralaringiz nomidan. Lekin albatta ana shu Abduhamid akamiz, Abduahad akamiz, shoista singlimiz hozirda musofirchilik yuribdilar ekan. Nigora Moskva kaloni. Aytdilarki, bugun men musofir shahardaman. Onajonimni xursandchilik kunlarida borolmaganim uchun mendan afsus chekyapman. Rahmat jalol. O'zim bo'lganimda yonlarida chiroyli guldastalarni olib borib, onajonimni shiringina ikki yuzlardan o'pib, onajon boringizga shukr, sizni juda ham yaxshi ko'raman deb tabriklab qo'yish niyatim bor edi. Lekin ming afsuslar bo'lsin bora olmayman ekan. Shu bois bizning nomimizdan, ahli oilamiz nomidan borib tabriklab kelasiz deb bizga murojaat qildilar. Va shu o'rinda albatta yana nabiralaringiz Abdusamad akamiz, Muxbira singlimiz, Taxmina singlimiz,
Olimjon akamiz, Mehroz akamiz, ha, Mehroz Rahmat. va Farzina Farzandjon. singiljonimiz. Shular nabiralaringizmi? Shular nomidan tabriklaymiz. Va shu yerda turgan barcha oila a'zomiz nomidan tabriklaymiz. Qarsak shular uchun. Va shuncha singlimiz aytdilar, bir chiroyli gullasani o'zim berish niyatim bor edi, lekin bera olmayman. Shunday bo'lsa-da, meni nomimdan onajonimni topshirib qo'yasiz deb ushbu chiroyli gullasani sizga yo'llab yubordilar. Agar ruxsat bersalaringiz, topshiramiz. Chiroyli qarsaklar sadosi. Bırakay Elohim hemi Yosukov fakat serbalan boştan nivera ho pişton bu mona Elohim parvardigor banda hosa afat koy zemin osman Xudo nigo dora aparition khotir ho Xudo nigo dor Yosukov Xudo parvardigor umrakoy barakahoy khoji khilin nazar kna qadamoy monda omdigotom hazarho rahmat bacham be dar shayton umrakoy mohona benton mana bista zoid ivera بیست زاید نیویره من کهلنو خدا بشکر هزاران شکرانی خدا میکنیم که همین رزاقا به ما رساند دست بچم همیشه سلامت داشتان گریتون نگراندی گردیتون بیادر شویتان رحمت الله Singimiz aytyaptilar, mana shu bir paytlar kasallik keldi, Covid kasalliklar keldi. O'sha paytlari men dardga betob bo'lib qoldim. Betob bo'lib qolgan vaqtlarim onajonim mening boshimda parvona bo'lib 3 kun o'zlari men uchun jonlarini beradi. Hattoki tomoqlardan bir qultum suv o'tmasdan mening boshimda qizim sani o'rningda men bo'lsam bo'lmasmidi deya meni shunchalik qarab meni oyoqqa turg'izgan mehribonim volidai muhtaramam onajonim bo'ladi. Joy modar xoli bacham, joy modar xoli. Shuning uchun men bu onajonimning qilgan xizmatlarini hech qachon unutmayman. Albatta, albatta. Qiz bo'lsam-da, lekin harakat qilaman, ota-onamni xursand qilib, ularning ko'ngillarini ko'tarib, ularning duolarini olish uchun harakat qilaman. Har doim ularni duo qilaman. Ular bizning baxtimizga sog', omon bo'lib yurishsa, bizning baxtimiz, davlatimiz shulardir. Buni hammani onasi o'ziga yaxshi, lekin men onajonim boshqachalar. Katta bo'lsam-da, men onam uchun go'dakman deb tilosonimni aytib qo'yasiz. Onajonim ta'riflash uchun tilim ojizlik qilar rostiga. Ota-onamni ta'riflash uchun rosti bilmadim, nima deyishni bilmayman deya aytyaptilar, ularni ham yaxshi ko'raman. Shu so'zimni yetkazib, ularni juda ham sog'indim. Rosti 2011-yillar shu musofirchilikka kelib, farzandlarimni katta qilib, ularni o'qishini deya shu ota-onamni oldida hozir ota-onam qarayaptilar. Qaniki hozir yonlarida bo'lib, ularni shirin so'zlarini eshitib, duolarini olib yursam deyman, lekin men yaxshilar bo'lsin, borolmayman, uzoqdaman. Zamon ham tushdi bacham, zamon ham tushdi. Zamon hamisha tushdi, onajon. Zamon hamisha tushdi. Ey, amon tutgan, men onxo'ra qasa nazm bilan. Shuni nazm bilingmi? Tomosha qilib rahmatay kalonjoni modar. Farzand پدر و مادر میوی پدر و مادر فرزند جان مادر الهی پروردگار بجا باشتان خدا یار شاید پیرا مددگار شود همون شایسته که هم الهی نقض شدگی شراز شود یک آمردن گشت بچم تغری گپاس خداوند الهی عمرکای دراز یا رزق فراختیت همه کتون بیدست شویتان تسکیری هاش و رحمتای کلان بیدست شود الهی